o'z vaqtida bo'lib o'tgan ishlar xuddi tunugili bo'lgandek tuyuladi. Kelayotgan rahmonku, uning hali qaramamdi. Uni bo'sh chaqlamanglar. Ambalda yaman deganni olmaganmi? Sizni bilaydi. Ne turunglar? Sujini kagidi ko'rdingmi? Ha? Qani suji marhamat. Hey, tursun. Au kishi kim? Qaysi? Sujining kendi kelayotganchi. Rahmon degan shu. Baqa qaraydi. Men teri gongsiga yeng kelgan ikkinchi sujimikin debdiman. Vallahi bize her günüm işinde bir kılsayımı yavramdık. Şofurlar pasan kılındığa vakt oldu. Bu kandak gep. Hey, orunu aldın bir kapam aşını tatlağınımızın özü. Bizden talihimiz değil mi? O bağ Rahman'dan beği olmazsa. Bizni nemi de köktattan kısıdı. Onda hukukunu onun kim veripti? Yazmaka, sen yeni geldin. Bazı işlerden tek haberin yok. Rahman degen bu adam ne? Boş çağlama. O adetki adam emez. O asli pazarda dini azastı. İştesi bir şağrıydıgan. Taksikeçlikte gül keltiriydigan bir nimeti. Bizden çocuğu onu misagaki aldı. Onu bak karaydı degen bilen. Hazır o bizden yolgulukta yüzlük adam. Onu çocuğun bile hiç kimden gibi etmeydi. Nimel degen bilen bak karaydıgan adam ken ko. Yolvasını kendi itip algan Türkiye'ye kim çıkılalaydı deysen. Bu gepen geçenmeyme. Sen bu bereketin peşva yegendin keyin bundak noçuluk kılamay kalısan. Bereketim Naidin bir neçeyle hizmet eşirgili kilirdi. Şöyle tamakını 10 neçe kişi koşkarsın dep. Mendil İstanbul gep etipedi. Baba Naidin mikmalak yapken şöyle tamakını 10 neçe kişi koşkarsın dedi. Oğlum çay pay içip gepten sen. Demek ki oldu. Çay içip gep. Şunun bilen molla detayarlık kirişip iki kolunu tet kılamayıvatkanda aşxanaga Rahman kirip keldi. Şoqla göç pişitipti. Molla yana mehmon keldimi? Endi yüzüğünü bir ko'rsatib kedaksanda. Hemmisi eşini itip olup, bakı berip, eylik bulacak ki ahyani ağdırıp edense, ha? Teğe, tünüğünü bir gün ya ağdırdım ko. Bu gepçe bakı bağlı yokken de, lekin bu gepni sadık suci öz ağdı bilen degenci mi? Kömey vatansa, özlem yalğız 10-20 adamdan tamıgın etkice bir kulunu işki kılamay vatsam. Bakı berip ya ağdırgılı, ne dedi ki ola? Senle ya aldırmasan, seyit erimesen, tamakını nim bile içse, ha? Kötülük ne uğutçusun demse? Bunda kılaydı,
İkimiz o'rnimizni almashtiraylik. Sen tamoq et, men yağdıray. O'zim yolg'iz ishni qilolmagadekman. To'xta. Nagorsa. Yağdırma. Gepingni ochiq qil. Sen yağdırsun da sodiq so'zi o'zi degan bo'lsa, sen ketsang, men tamoq qilamdan. Sen zodi nima qildaysa, noyida men chunda deb oldirayotganimni. Sen ko'mayotsan. Yaxshi. Sen bormaysa, xat to'xtatdi. Yağdırmaydigan noche, aldırmaydı. Özlerini sen bir tunutmuşsan. Hem limonu. Koğayeli. Nöbet özür geldi. Demesim o. Rahman, Sadık Şoji'nin okuduğunun faydını. Molla özünü bir tanıtıp koydu. Molla, derdini kim geçsin? Hem beni için. Hep belli. Tazımı yarışıktı. Kandarı. Şöyle atışıp kaldı mı? Kulağındakine çümüş mü gidersen ketmenken de, ha? Hılı kanlışıptı. Nemini degen bilen bazı men sozgan kolda. Karaganda yanağında taş çıkıp yesi boğudak, ha? Ben bazar görüpke geçe abdarak işte, ha? Yasnaka. Jüngü biramdık. Jüngüle? Bu yedi monçu var mı? Bu yedi bir şah monçusu var. Şah monçusu? Ha. Yasnaka. Kuşatını yıkın. Avayla. Qara, mana bu şah monçisi. Bizning kichik bog'da ko'limiz. Qandaq? Yaramdi. Yaxshi. Asta, selib ketma. Mana bu yerdan kish. Mana, qulamni tut. To'xta, men avval tushay. Nima degan so'roq bu? So'roq tushmagan o'zim bo'pti ekan. Nima degan rahat. Bugün biz rastlanış şahına öz bulduk. Şimdi şundak bolsak bolatdı o. Şundak buluş təsmeti. Etiyanı kememdik. Şundak asan demsen? İşte kokmasın? Sıra Senden söylesen kişini kumadan çıkaramayız ya. Bana beni ikiye kara. Selamca, hadi baka. Öyle. Hey! Bu kölçek içiyorgan kaysın. Yine kılçı atısla, ha? Ben, Tursun. Yanındaki kim o? Çırakını ötürüyorsanız bulmamdı. Bizning yalang'ochlığımız ne? Hamma adam ko'rsin demoqchimi ya? Chiroqni o'chiraysan, bizni ko'rib qolmadingizmi? Ketmana qarab bana. Qittalang'ich qilib olganlarning hammasi o'xshash. Bilamsa? Ha? Hatto podshohni to'liq olmaydi. Ha. Kiyimlaringni kiyib tara chiqib ketish. Baq kirmoqchi bo'lsang, darvoza taqib kirish. O'xshash suqinib kirmay. Sen? Vodla Yasnaka, onun bilan tang bo'lma. O hamma odamga shundoq. Ajab qildi. Bo'ldi, uning gapini qilma.
Bundaq keçide nereden kelgan maşinda? Bakı kep to'xtaganda qildi. Kechida nima ish bordi? Qayli. Mana yana chiqayli. Chedi. Asma. Çabuk. Ama kimlerken? Kıda mı? Hakikaten mi? Sen kıra bakın. Gide. Çıkar. Yeli aşılar degenen kimler o? Eylaq sevet getirip algan fakat semiz kişi konşu doktorxanasının başlığı atavullah. Keyindik uzun tıra açlık punktinin başlığı. Maşının üstelikse kaparatisini cenglis. Qağallarını ben tanımaydı ekanman. Hep bu ablahlar. Nahiyden bahalıqçılar kelse, kegilip bizgilik kildik. Peki. Antite, Şucu Aksakal'ın
Algı yağı bilen okşaydı, bağlaşkal bilen degen gibi anlamagan mı? Ular şundaq tavuzimizni yeyip bizni qancha chiqib bahala. Nima qilganinglar bu? Sizlarning ko'zinglar bormi yo'qmi? Ha? Bu tavuzda anangning haqqi bormi? Ha? Tavuz degan kasb emas, uzaverganim bu. Ha? Men qaysi tavuzni uzdisam, shu tavuzni uzmamsa, qasım menga tavuz berishmaganmi? Ha? Belgi silingan tavuzlarni uzguchi bo'lishma. Qaramanıga, shu jetavuzdan birisi alışıp qapti. Nima? Shu jetavuzdi? Yasnaka, mana bu sergan xatning ma'nosini bilamsan? Bilmaydi ekanman. Sen rost bilmaysan? Bizning shu jining ismi Sadiq. Uning ismining bosh harfi emasmi? Mundaqda, ashlarning hammasi shu yerga olib qo'ygan tavuzlar ekanda. Man qara Yasnaka. Rahmanın şu cığatığa məskiri az emas. Bağdaki her bir tüp dərəxtdə seyərbi uyuqluq. Fəxlərinin deyişcə, hətta Rahmanın mümisiqimi seyərbi uyulğan kən. Bana əmdi yap baxsın. Anladınmı? Bizim yolğulluq, yani nahiye boyunca yazlık düşüşte birinci yoktu. Bu netice yani Rahman'ın ayılıqı değilmez. Bazılar mensiri çoğayğan siri soğuğa amel qop qalıdken, ağzını yağlap dursan, işini asarıq verirken. Bizning shuji shundaq usul bilan o'mchikdek o'zga bir munosabat to'g'ri to'qigan. Har qanday hasharat u to'g'ri tegiblik etsa, to'g'ri tushib qoladi. Yuqorida ba'zilar bizning shujiga muhtoj. Bizning shuji faqat Rahmonga muhtoj. Rahmonmi shujining huquqidan foydalanib o'zining to'g'rini to'qiydi. Ularning o'rtasidagi munosabat shundoq. Şuna kimki yulğunluqda oddaraq jambaqı məntisi aldı bilən təxsikəşlikini oddaraq ügün biliş gerek. Bizning shuji şunda qalçılaq amraq. Yasnaka, anladın mı? Rahmanның çoğun kızı yolu menip şirip, etiz əmgigidin qonşuya doktorxanasıga yetkilib aldı. Yakın diyene bölüm aşırıqılı vilayet tibbi mektep okuşmağa diktat anladık. Vaqtliq yordamlashish degan qo'y. Bu yil nahiydan ajratilgan qutquzish ashlig'ining umum soni mushinchilik. Bizning tekshirish natijamiz mundaq. Avatada bilan bazadada ofat yuz berganlikdan o'zi yaxshi emas ekan. Lekin ular vazifani o'rinlash uchun urug'liqning bir qismini yuqori topshiribdi. Eng boy deyilgan bir qancha o'ylikmi 2-3 oyda jon boqadigan. Qumliqdagida ahvol texim og'ir ekan. Ular bo'ldi, bu ahvollardan xabarim bor. Jadvalni ishlab bo'ldingizmi? Mana bu qutquzish ashlig'ini taqsimlash jadvali. Bo'ladi. Siz bir bormayli, avvaldan ko'rib chiqay. Oldin Batkom yig'inini muzokara qilib bekitaylik. Shuji qanday qilganlar? Men keldim. Nima kechikdim? O'zi ta'dan chiqibdi-ki, uni elini uzib qo'ydim. Shunga biroz kechikib qoldim. Eli qish qanday bo'ldi? Ish joyida. Mana. Lekin bu ish osonga to'xtamadi Shuji. Bo'pti. Bu ishni aytib obdan bilganmibdi. Yosin deb kelibdi. Qutquzish ashlig'ini taqsimlash bilan kelibdi. Shuji, sizlar qutquzish ashlig'ining hammasini tarqat etmoqchiman. Anglasam bu yil qutquzish ashlig'i noyda chiqmish. O'tlama. O'sha qorong'i bozorda ashliqning bahsi yana o'rlabdi. Oldirab bu ashliqni bir taraf qilyapmizlar. O'tlama. Shunga fursatni qo'ldan bermay, bu ashliqni darhol. Qodir diyeceğim. Al kelayotgan Yosin emasmi? Yosin!
Yasin, qadrdiyjon, buyoq kelibsiz. Ukam Yasin. Bizning dadegizada qanchalik qutquzish ashliq taqdim bo'ldi? 7500 jon. 7500 jon. Ammo bizga oran 2000 jon paydo. Bu zodi qanday gap? Men ishlagan jadvalda hargiz xatolik yo'q. Komissiya muzokara qilmadi. Bu qanday bo'lgani? Ukam Yasin, sizning xabaringiz bor. Biz dinning ashlig'ining hammasini yuqori topshiriq etgan. Komissiyani lavhaga erishtiramiz deb. Hatto urfni yuqori topshirib etdik. Sizlar oran bizga 2000 jon ashliq bersanglar, men ko'pchilikni nima deyman? Mubodi birasi ochdan o'lib ketsa, buningga qanday qilib, a? Sizga ichimda og'riq zamanda. Ne bo'ldi Yasin? Shoji. Komissiya partkom yig'ini ochmay turib, siz asli bekitilgan taqsimot loyihasini nimishqa inkor qilyapsiz? Siz nima demoqchi? Qutquzish ashlig'ini davlat dehqonlarni qiyinchilikdan qutqizish uchun bergan tursa, siz nimishqa tekshirmaylar qisib qoldingiz. Qumliqda duyi komissiyani lavhaga erishtirish uchun urug'liqni yuqori topshirib o'tgan. Ularning qiyinchiligini bilib turib, nimishqa ulardan 5000 jon ashliqni tutib qoldingiz. Agar odam o'z qanday qilsiz? O anangni. Açlıktan ölse aç uğurla ölür. Qo'shqin to'ysin deydi adam. Obda ishish kerak. Vazifani o'rganmagan ekan. Plan bo'yicha açlık taqib berish bo'lmaydi. Bu mening qonunim. Davlatning açlık talab qilib turib, texnikani yo'qolligini. Shuni bilib qo'yingki, siz degan komissiyaning kadri. Men bo'lsam shoji. Biz ashunda o'g'rilarning gapini albatta qilmasligimiz lozim. Uqdingizmi? Sizni shuni bilib qo'ying. Ilgari sizni shularning bir setingiz ehtimol unutib qolgan o'xshaysiz. Dal o'zingiz davatgan ashu o'rinlar. Yolg'onlikqa nurg'un boylik yaratib bergan. Sizga nurg'un shon shuhrat keltirgan. Ular jafoga chidab kecha kunduz emgak qilyotdi. Davlatga ochliq to'p qilish uchun jon tikib ishlayotdi. Bugungi kunda ular och qo'rsoq ketmay chepayotganda jon saqlashga berilgan ozg'ina ochliqni qisib qilishga ko'nglingiz qanday unidi? Ochliq terg'anlar och qo'rsoq ketmay chepayotsa, ozroqmi xijil bo'lmamsiz? Chiqa. Qo'limizingizmi ketaman. Lekin shuni unutib qolmang. Siz yolg'onlik komissiya partkomining shujisi. Voy. Havada bulut gönlüm deryada bilik gönlüm yakşı yani tapanda yamanlı unutun ey kuşlarımın derdinde layıklar yıkıldın gantimden
So'rasam, ayt baqa. Mening qildigan birinchi ishim nima? Men nedim bilay? Mening qildigan birinchi ishim Rahmanni bog'dan qovlab chiqarish. Undaqda boqqa kim qaraydi? O'ylab topamidingmi? Boqqa qarashga seni qo'yman. Men haqiqiy agronomdan birini taklif qilib bog'ni meva sortini yaxshilaydigan, yangi sort yetishtiradigan tajribasiga aylantirman. Men 10 yil ajr qilib, to'g'ri 10 yil ajr sundirib, yolg'onlikni o'zgartiraman. Butun Xinjiangda, butun mamlakatda yolg'onlikning meva cho'rlarining danqini chiqarib, xalqaro bozorga kirgizaman. Men boqqa qarab beraman. Emis nima ish qilmoqchisan? Bu o'zi aytmoqchimi? Yo'q. Burun shunday o'ylagandim. Hozir undaq sen Daşı'da okusan deyman. Daşı'da Bağlantılıkni o'qig'im bor. Yozbaka. O'zimni bilaman. Daşı'ga kirish oson emas. Balki amalga oshmasligim mumkin. Lekin bu xiyolimdan zodli kechamayapman. To'lim ichim pushyapti. Rostla Daşı'ga kirgan bormi? Yaraydi. Men o'qoq tutganda qildigan ishimning ikkinchisi seni Daşı'ga avatdi. Yo'q, men o'z kuchim bilan haqiqiy bilim iqtidorim bilan kiraman. Belli, yaraydi. Jigirim bor ekan. Aytqina qani, sen qanday yordam qilay? Şehri tanıştırmamı? Bana bir yürüyüş, özlüğüde ügünüş derslik lazımdı. Birisi da. Bu işini çokum yaxşı beceri alaydı. O kim? Kız mı? Şeytan. Çoğunların işi ağırlaşmaydıgan. Tursun yol boyu muşunlak untulgusuz vakalarını eslep, özünün kadırdan yurtlar yetip geldi. Şiirin meyve bilen tolgan bağdan kelip atkan yakınlık bırakla dimakını yarmaktı. O öz gayesi, arzu armallarını iş aşırmakçı boğan bu bağının aldıda özü kütmeden bir işli yoluqtu. Rahmet. Hayır hoş. Uygur'la hat to'xtab turish. Bu do'kiladigan bo'lsang aman qolganini men bir ko'ray. Bu haramliqlar. Yana kelishga. Rahman? Yigit. Kimni izlaysiz? Chaptalamoqchi emasmiz? Bizning bog'ni chaptalab bak yaxshi. Alamsiz amansiz. Uy. Bu Tursun'go. Tursun qaytib ketdi. Bak yaxshi oldu. Senin qaytib kelishingni men o'ylabmi ko'rmabdi ekanman. Maktabda tuyg'itib kelishingmi? Hozirli mashinada tushingmi? Shuncha yil musobaqaga kelib, qancha charchab ketgansa, bizni uyga berib birdan oramayla olgan. Bog'ning mevasidan tetib boqqin, Qara. Uyga. Bak yaxshi oldu. Bizning bu yerda Urumchidagi oliy maktabda tugatgan ziyolidan birisi bor oldu. Bak yaxshi oldu. Qara. Bak yaxshi oldu. Tursun jamtam. Şaptılığı eğiz tegsile. Yengil üzüp gelgin. Üzümlerimiz mi tası oxşidi? Ağa tutrayla. Qara. Men tavus biçip bilay. Tursun bu tonuş bakkı nazar taşlap özünün izlerini izlemekti. O baraksan alma derhinin tüygü kegini de
Buningdan 4 yil ilgari yuz bergan kichikgina voqea uning oldida gavjlandi. Rahmanka, başqın bəslə, an avar. Nimanda cizдің толын емесен, бәгенін еліп өлің маңмам сән. Nemi kerek? Bosla! Çakarak bizim demem la! Rahman! Anaca! Odan turupla! Özür kep kapla! Mana ben özüm atırıp dursun emas mı? Mana özüm keldim. Kın öpürem la! Akman tayya! Mana. Bakın. Rahman, rahmet silige. Sını avar koyup mene. Rahmet. Bakın anne. Qaydan la? Koşan sen. Qaragana Rahman degan mutahammi ko'ktatning tasqinlarini to'g'ridan tutqizib qo'ydi. Rahman. Seni de ben itanıyorum. Tazizlik etmem lan. Dikadini bakıp savaşının yok. Böyle uyap bir mihman yapma dedi. Mihmanım lan ben ne arayayım? Tamağı içereydi dedim. Sen ne istiyorsan vaktim yok. Senin vaktimiz var. Sen niye demekse? Say alime. Say alime. Kandak say. Dimense? Şoklu alime. Yok. Andaktı lazıcı. Laza? Yok. Şu cekenimden götürüp ketip atmanı lazı bilen şoklu olmayı çam kurmuyor. Ben bu gel say satmayayım ha. Kalsın kulaklı işte. Satmayayım ha. Münüs. Kalsın bana nim bala kaldım ben ha. Münüs. Ben dükkana takıdım. Satmayayım ben. Oy. Sen daha da nime kılmakçı? Oy. Andaktı bu pulun üstügümü şuca koyup gereken de. Dursun. Neke? Sen berip şoklu bilen lazım tut gel. Üzüşacaksız. Rahman akam allı burun köftetini tayarlap koyup öz untupqa oqsaydı. Köftetni qaçılap öz pulunu atatsınlar. To'xtatdir. İlişe, hamma da iliş. Bunu mu ilişe? Ali mektep okuttu. Sizlem tanıştık bey. Bu yak menin yakın ağabeylem tursun bulup. Yaxşı. Bu menin savabişim Röşengül. Hazır Kaşka tibi mektepte okudu da. Yazdık tartıldım paydını ben bilen köşkü yaptı. Röşengül aca siz gelsizler. Yasmakam sizi ağzını düşürmekti. Nami yasından siz doğruluk xeyli burunlu ağağa. Dikkatin silahı çıkışmakanda bak kararını kerkir kılıp tabii tasır soğuk gel. Sana bu Röşengül sana atap gelgen bugün işte eşitliği. Pek yaxşı qıpsız. Rahmet sizge. Karan, bu bizden bağını alımız. Bu yıl taze okşidi. Yürün, bak kırıp ne bilen kör çıkaylı.
rasvochilikni nomus qilmay olma o'g'irlayotganini qaranglar buni. Ko'p kunduzda olma o'g'irlayapti bu. Ayta o'g'ri. Ko'pchilikka aytsa qaqira. Raslo o'g'irlamadim. Menga ishchinim, men olma o'g'irlamadim. Menga ishchinim. Men raslo olma o'g'irlamadim. Men o'g'irlamadim? Buni kim o'g'irladi? Bu nima? Bu olma nereden kelib qoldi? Dataqaqina. Shuji o'zi aytgan, uni ruxsatni olmay turib, baqqa kirganlardan mayli kadr yoki a'zo bo'lsin, ishkiyan. Agar olma o'g'irladim bo'lsa, 5 yil ilindi. Agar sen ixar bo'lmasang, men seni o'g'ir deb shujining oldiga aparaman. Mana o'g'ri. Mana kim o'g'ir ekan? Bilib qo'y Rahman, o'g'ir degan sen. Nima? Men o'g'rimi? Gapini ochiqla. Men pul o'g'irlabmanmi yoki ochiqmi? Nima deydi mana bu? Gapini ochiqla. Nima deydi bu? Gap qilmamsan. Sen pitbul bağını o'g'irlading. Sana paket kerakmi? Qarab tur Rahman. Aman bir kuni hamma qilmishingni javobini bersa. Bağını o'g'irlading? Ko'mamdan xaloyiq, olmani o'g'irlab qo'yib, menga qarni chaplayotdi. Nima mushtaq ishlar bor? Ko'rdinglarmi men rasmani? Qaranglar. O'g'irlashni o'g'irlab qo'yib, menga chaplamoqchi bo'ldi. Sen anglabdi. Men Rahman haqning xotinini olib qochadiganlarni emas. Uqdingmi? Men senga yana bir qitim aytib qo'yay. Men Rahman azaldan haqning xotinini olib qochadiganlardan emas. Nomus qilsangchi, ko'p kunduzda bir qizni daraxt soyasiga akirib quchoqlab, u bu yerni silab, yig'inni qaramamdigan. Nomus qilsangchi, o'g'ri. Kim izleysiz? Ben Yasin Şucu'nu izleyeceğim. Ürümçiden gelişim. Yasin Şucu'nu izledik ya sizde. Çıkalım sıra. Sıra. Gelin, bana verin. Çay içeceğim. Rahmet. Yasin Şucu meclis ketkendi. Birden oturup durasız. Bulandı. Buldu. Men bu qapqaqa chiqishig'imda Gumshe partkomga bir qancha savol qo'ymoqchiman. Gumshedagi organ kadrlari xalsan emgak qilib ochgan qo'g'inliq bilan ko'ktatlikdan kirgan kirim qanchalik? Hisobot kiritildimi yo'q? Nimish Gumshe oshxonasida ko'ktat yetishmaydi. Bog'dan chiqqan bodam, pista, shaptol, anjirga o'xshash eng yaxshi mevalar har yil nima ketyotdi? Hisobot aniqmi? Rasmiyat to'g'rimi? Rahman bağının qo'g'onlarini, ko'ktatlarini o'z sotdi. Naqpul yig'ib oldi. Bu huquqni uningga kim bergan? U yig'ib olgan pullar hisobotga kiritildi-mi? Maliyat tizimiga xilof mundaq ahvol nimishqa hozirgacha surishtirilmaydi. Texme egri Rahmanning qirang'i bozorda ochliq setayotganligini ammo burunla inkor qilgan. Sotqa ochlig'i oz emas. Bu ochliq nerdan olgan? Devlet bergen kutkuzuş açlığının yerimi ne kepti? Her kısım şunla solup alamak istemizde. Ersiz mındakın emesma. Bunu bilmem la. Ben burunlu bilgen. Şu emesma. Parmalla. Uzun göz olup murat yap gelin Allah bakir. Rahmet. Yulğunluk ki bu ictimai münasebet doğru ammık ziyan saldı. Partiyimizin inavetini töktü. Ben bir partiya azası ve Gumshe kadr bulup sıktım bilen xizmat guruhisining astoydil tekshirishni va jiddiy chora ko'rishni qattiq talab qilaman.
vaqtcha to'xtab qoldi. Nahiylik partikan xizmat korpusi bir kuni atiganda nishqido yo'lg'onlikdan imtinsiz chiqib ketdi. Shunchi o'z o'rnida qoldi. Ikkinchi shunchini o'tganmidi. Ko'shada go'yo hech qanday ish bo'lmagandek hamma narsa burunqi beti qilinadi. Fakat Yasin'nin o'rni o'zgardi. O vazifasini qoldirilib, eng namrat, eng qalab, qumliqdagi yuk geldi. Oldu. Endi turib qilinglar. Qaytib ketinglar. Yasin aka, o'zini ko'p asra. Yasin, al bosma bunu ele al.